Assalomu alaykum, qadrli Instagram kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Usta Jahongir shunaqangi tunjafon ishlarini qilib boramiz. Xo'p, navbatdagi obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Bizni ko'rib kuzatib borishda davom etib turasizlar. Hop, bu yerga qancha masalliq ketdi, qancha tunjafon ketdi, necha pulga bitkazib berdik, hammasini video davomida aytib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib kuzatib borishda davom etib turasizlar. Qani boshladik. Ko'rib turganlaringiz ushbu xonadonimiz. Darvozaxonasi uzuni 10 metrga, eni 4 metr bo'lgan. Shunaqangi chiroyli fasonda, alkafon fasondagi tunjafon ishlarimizdan qilib berganmiz. Xo'p, ko'rib turganlaringiz shapka qismlari bor. Uzuni bu tom 10 metr, yonida ham 10 metr joy bor. O'sha 25 metr yon beradi. Shapka qismi bor, eni 1.20. Qolaversa, tashqarida yana 20 metrga, eni 50 santimetrlik joylari bor. O'sha hisobda ushbu xonadonimizga 180 kvadrat tunjafon mahsulotlarini ishlatdik. O'sha summa 23 million 400 ming so'mga shunaqangi holatda chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli arzon holatlarda qilib, kelishtirgan holatlarda qilib bitkazib beramiz. Kanalimizni rivoji uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, ko'rishingizdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.